O'zbekistonda tizimlashtirish uchun ishlatiladigan barcha mashhur programmalarni ishlatib ko'rdim va bugun siz bilan har bittasini baholab chiqamiz, qaysi biri nima uchun yaxshi ishlashlaligini men sizga bugun aytib beraman. O'zi boshida bir narsani kelishib olsa yaxshi bo'ladi. Programmalar hammasi yaxshi, lekin ular farq qiladi. Ba'zi programmalar faqat bitta bo'lim uchun ishlab chiqilgan va boshqa bo'limlarga esa uni qo'llasa bo'lmaydi. Bugun O'zbekistonda keng tarqalgan noto'g'ri tushunchalarni men sizga aytib beraman va nega ular noto'g'riligini tushuntirib beraman. Bosqichingizga eng zo'r to'g'ri keladigan programmani ham oxirida aytaman. O'zim haqimda qisqacha men Ravshan Turgunov, men tizimlashtirish sohasida oxirgi 5 yildan beri ishlab kelyapman va Turgunov Consulting jamoamiz bilan biz 20 tadan oshiq loyihalarni qilganmiz hamda tizimlashtirganmiz. Aynan bizning sohamiz bo'lganligi uchun bu yo'nalish bo'yicha biz ro'yxatimizni beramiz, ya'ni eng to'plari qaysi programmalarni va qaysi programma sizga ko'proq to'g'ri kelishini biz o'z tajribamizdan kelib chiqib sizga tushuntirib beramiz. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz bitta zo'r bonusga ega bo'lasiz. Biz o'ylagan eng zo'r ERP ni siz bepulga ishlatib foydalanib ko'ra olasiz. Biz sizga uni bepulga sozlab beramiz. Taklif esa batafsil oxirida bo'ladi. Biz esa unda videoni boshladik. Birinchi bizning programmamiz Amo CRM. Mening fikrim bo'yicha O'zbekistonda bu eng mashhur programma bo'lsa kerak. O'zimizni karyeramizni boshidan biz odatda barcha kompaniyalarga o'zimiz loyihalarimizni tizimlashtirish loyihalarimizga Amo CRM ni o'rnatardik. Amo CRM juda ham zo'r programma. U keng tarqalgan, qulay, narxi qimmat emas, lekin bitta narsani tan olishimiz kerak, bu CRM nomida ham CRM deb qo'ygan. CRM bu sotuv bo'limida ishlatadigan programma va buni biz ikkinchi kategoriyaga olib kirsak bo'ladi. Ya'ni bitta bo'lim uchun ishlab chiqilgan programma. Bu ERP emas va bu sizga uzoq muddatga yetmaydi. Agar to'p qiladigan bo'lsak, mana dizayni bo'yicha bu zo'r. Mening fikrim bo'yicha agar biz o'sha 1 dan 3 gacha baholaydigan bo'lsak, 3 ta yulduz beramiz. Dizayn bo'yicha zo'r ishlashgan. Yaxshi desak bo'ladi. Funksiyalar bo'yicha bu yerga 2 qo'ysak bo'ladi. Ya'ni funksiyalar, hamma kerakli funksiyalar bor. Juda ko'p funksiyalar bor, CRM uchun kerak bo'ladigan. Ba'zi bir spetsifik funksiyalar bor-ku, misol uchun, mana shu bo'lsa ham zo'r bo'lardi deysiz-ku. O'sha narsalarni Amo CRM topish sal qiyinroq, lekin funksiyalar jihatiga 2 yulduz qo'yadigan bo'lsam, kimdir bunga 3 qo'yishi ham mumkin va u ham haq bo'ladi, chunki balkim uni biznesiga kerak bo'lgan barcha funksiyalar bor. Biz shunchaki ba'zi bir funksiyalarni topa olmaganligimiz uchun shunaqa baho qo'yamiz. Osonlik bo'yicha bu yerga 3 ta yulduz qo'ysak bo'ladi. Ya'ni Amo CRM juda ham oson, xodimlarni o'rgatish qiyin emas. Interfeyslari hammasi juda ham yaxshi ishlangan. Shuning uchun bu yerga 3 yulduz qo'yamiz. Narx bo'yicha ham 3 yulduz, ya'ni juda ham hamyonbop. Uni o'rnatish narxi ham qimmat emas. Podpiska narxi ham qimmat emas. Odatda 1000-2000 dollarga bemalol o'rnatsa bo'ladi. Har bitta userga ham ko'p pul to'lamaysiz. Bitta notarapi adashmasam 6 oyga pul to'lanishligi. Ya'ni siz 1 oyga sota olmaysiz, minimal 6 oyga pul to'lashingiz kerak. Daraja bo'yicha esa, ya'ni buni kichkina biznes desak bo'ladi yoki endi o'sha kichkina biznes, o'rta biznesga o'tayotgan bizneslar desak bo'ladi. Chunki katta bizneslarga ertaga bu muammo tug'diradi. Chunki bu faqat CRM-ku, siz boshqa bo'limlarni bunga ula olmaysiz, ulash qiyin va hokazo. Ikkinchi bizning programmamiz CRMlar orasida ikkinchi eng keng tarqalgan CRM bu Bittrex 24. Bittrex 24 ning o'zini pozitsiyasi biz ERP'miz deydi. Zadachalarni boshqarsa bo'ladi, kalendarlari bor, messenjeri bor. Funksiyalar taraflama CRM dan rostdan o'tib ketgan. Lekin o'sha birinchi bizning kriteriyamiz dizayn bo'yicha men bunga Amo CRM ga 3 qo'ygan bo'lsam, bu yerga 2 qo'ygan bo'lardim. Sababi yomon emas, lekin zo'r ham emas. Misol uchun shu dizayn ustida sal ishlanmaganroq tuyuladi. Amo CRM da o'zimda o'ylab qarasak dizayn kamroq ishlatilgan. U yerda UI UX lari soddaroq ishlanganligi uchun menga ko'proq yoqadimi deb shunaqa menimcha o'ylasam kerak. Osonlik bo'yicha ham bu yerga 2 yulduz qo'yamiz Bittrex 24 ga, chunki Amo CRM ga nisbatan xodimlarni bunga o'rgatish qiyinroq. Tan olish kerak, ya'ni biz qilgan loyihalarda Bittrex 24 qilgan joylarimizda xodimlar misol uchun 3 hafta, 4 haftada o'rganardi Bittrex 24 ni. Amo CRM ni esa 1-2 haftada tezroq o'rganib ishlatib ketishardi. Narx bo'yicha ham 3 ta yulduz qo'ysa bo'ladi, uncha qimmat emas. Agar lekin katta loyiha qiladigan bo'lsangiz, Amo CRM dan ancha qimmatroq bo'lib ketishi mumkin. Chunki ba'zi bir kompaniyalar bor, biznes protsesslarini ichiga razrabotka orqali qo'shib ERP sifatida ishlatmoqchi bo'ladi. Lekin bu qanchalik Bittrex 24 o'zini ERP demasa, baribir men ishlatib ko'rgan va buni kompaniya joriy qilib ko'rgan inson sifatida ayta olaman, Bittrex 24 ERP tizim emas. O'ta moliya yurita olmaysiz. Ko'p kamchiliklari bor baribir ERP sifatida ishlatishda. Amo CRM sifatida zo'r. Funksiyalar jihatidan juda ko'p funksiya bor. Amo CRM dan ko'ra darajada funksiyalar ko'proq va hokazo. Narxini 3 yulduz desak bo'ladi, lekin ERP sifatida ishlatadigan bo'lsangiz 2 yulduz qo'yardim. Chunki qimmatlashib boradi. Misol uchun ba'zi bir joylarda biz Bittrex 24 ni outsource ga berganmiz. Ularning o'zi cheki $10,000 dan boshlanar edi.
Rossiyada agar qildiradigan bo'lsak mutaxassislarda. O'zbekistonda BTX24 bo'yicha yaxshi mutaxassislarni hali uncha ko'rmadik. CRM sifatida ishlatayotganlar bor, lekin ko'p funksiyalarni qanaqa qo'yishni uni juda yaxshi bilishmayapti. Adashmasam BTX24 da uncha gold partnyorlar ham O'zbekistonda balkim yo'q yoki juda kam. Xo'p, daraja bu biznesning qaysi darajasi to'g'ri keladi? Kichkina yoki balkim endi o'rta biznesga o'tgan tashkilotni darajasi desa bo'ladi. To'liq ERP bo'lmaganligi uchun ham buni katta biznes uchun to'g'ri keladi deb aytolmayman. Ammo CRM ni kichkinaroq kompaniya ishlatsa, buni sal kattaroq kompaniya ishlatadi, lekin baribir bu ham kichkina yoki o'rta biznesga to'g'ri keladigan korxonalar bu programmani ishlatadi. Shuning uchun shunaqa baholi. 3-programma Notion. Juda ham keng tarqalgan yosh avlod orasida, ya'ni zoomerlar Notion juda ham zo'r bilishadi, chunki aqlli bloknot funksiyasini bajarib beradi. Ko'p narsani qilib tashlasa bo'ladi. Kerak bo'lsa CRM yasab tashlaysiz, proyektlarni boshqarasiz, project management instrumentlari bor. Xohlasangiz messenjerga o'xshaganroq narsa qilsangiz bo'ladi, o'shda yozishib, nima qilib moliyani xohlasangiz yuritsangiz bo'ladi. Endi keling baholaymiz. Dizayn 3 yulduz, ya'ni 3 maksimal. Funksiyalar jihatdan lekin 1 yulduz, chunki juda ham funksiya cheklangan, buni tan olishimiz kerak. Keyin osonlikka 3 yulduz albatta qo'yamiz. Juda ham oson, chunki Notion'da men adashmasam 4 yil oldin yarim soatlik video orqali o'rganib olganman. Bu ERPmi? Yo'q, bu ERP emas. Buni o'zi bitta bo'limni boshqaradigan programma deyish asal qiyinroq. Sababi Notion mana ko'p biznesda ishlatayotganini ko'ramiz. Bu o'zi shaxsiy ishlaringizni, qat'iy zalga chiqdingizmi yo'qmi, ani belgilab qo'yasiz-ku. O'zi shaxsiy xarajatlaringizni yozib yuradigan, ko'proq shunaqa programma. Yangi narsa o'rganayotgan bo'lsangiz, o'sha ma'lumotlarni kiritib yuradigan, zametkalar yozib yuradigan programma. Lekin ba'zi kompaniyalarda CRM sifatida ishlatayotganini ko'rdim. Zo'r ishlayotganligi zo'r, lekin tan olishimiz kerak, daraja bu kichkina biznes uchun to'g'ri keladi. Narxi bo'yicha esa, bilmadim, 3 yulduz maksimalni, lekin 3 yulduz maksimalni bo'lsa ham 4-5 yulduz qilib qo'ysa bo'ladi, chunki bepul. O'rnatadigan bolalar ham bor, juda arzonga ishlaydi, lekin uni o'zi shart emas. Siz o'sha yarim soat, 1 soatlik videolar bor YouTube'da, o'zingiz o'rganib olib qo'yib tashlaysiz bo'ladi. Juda ham sodda ishlangan Notion. Endi mana kimdir o'sha universitet bitirib biznes boshlayotgan bo'lsa, endi hali pul sarflamoqchi emas bo'lsa, mana shu Notiondan qilsanglar bo'ladi. Keyingi bizani programmamiz bu albatta Google Sheet'ki, o'zimizni xalq tilida bu Excel. Ya'ni o'sha Google tablitsa hozir bo'lib qolgan, chunki Excel bilasizlar, bu offline format. Google tablitsa xuddi shu Excelni onlayn formati, ya'ni bir necha odamga dostуп berib qilsangiz bo'ladi. Buni kichkina o'rta biznes desak bo'ladi, chunki Excel juda ham zo'r narsa ishlab chiqilgan. Eng birinchi ERP sistema o'zi mana shu bo'lsa kerak. Agar hozir o'ylayotgan bo'lsangiz, Excelni qanaqa qilib ERP sistema yasasa bo'ladi, bu qiyin-ku deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin ichida bir necha mingta adashmasam formula bor o'sha Google tablitsalarda va xohlaganingizcha narsa yasasangiz bo'ladi. Konstruktor korxonada ishlaganman o'z karyeramda. U katta korxona edi, 600 ta xodim, menimcha yirik korxona hisoblanadi. Bizani ham asosiy hamma moliya tizimlarimiz mana shu Google tablitsada bo'lgan. Buni balkim katta bizneslar haligacha Google tablitsani ishlatishi mumkin. Buni yaxshi va yomon taraflari bor. Yomon taraflari mana dizaynni baholaydigan bo'lsak, dizayn 1 yulduz beramiz, shu eng pasti. Funksiyal jihatdan lekin 3 yulduz bersak bo'ladi. Xohlagan narsangizni yasab chiqsangiz bo'ladi ichida. Osonlik bo'yicha ham 3 bersak bo'ladi. Juda ham oson. Lekin bu ham odamga bog'liq, qanaqa yasashingizga bog'liq. Misol uchun, oson qilib yasab qo'yishingiz mumkin yoki hech kim tushunmaydigan, faqat siz o'zingiz tushunadigan qilib qo'yishingiz ham mumkin. Narx bo'yicha keladigan bo'lsak, narx bo'yicha 3 yulduz, chunki bu bepul instrument yoki qanaqa dasturchini olsangiz sizga yasab bersa, bu ham ancha arzonroq bo'ladi. Nega arzonroq? Chunki buni dasturlash tillari, formulalari ancha oson tuzilgan. Siz agar misol uchun kimdir PHP da sizga o'sha ERP tizim yasab bersa, Pythonda yoki o'sha C++ da agar dasturlab yozib beradigan bo'lsa, kodlarda, u 2-3 barobar ko'proq vaqt oladi, shuning uchun ancha qimmatroq ham turadigan bo'ladi. Daraja esa, bilmayman, bir narsa aytish qiyin. O'zbekistonda hamma CRM mashhurdir, lekin hozir o'ylab qoldim, balki Excel ham shu darajada mashhurroqdir kompaniyalarda, chunki istalgan kompaniyada qanday baribir Excel bo'ladi-da. Va bu darajani bittasini aytish qiyinroq, lekin ko'proq menga o'sha kichkina va o'rta biznes mana shu ishlatadi deyish yaqinroq bo'lib turibdi. Katta bizneslar menimcha Exceldan o'tib boshqa programmalarga o'tgani ancha tinchroq. Excel esa bu bazaviy programma bo'lib qolaveradi, chunki siz ERP tizimingiz bo'lsa ham, o'tdan qanaqadir ma'lumotlarni ko'chiradigan bo'lsangiz, siz Excel ko'rinishiga ko'chiradigan bo'lasiz. 5-programmamiz MoySklad. Juda ham keng tarqalgan, skladi bor kompaniya, lekin savdo qiladigan kompaniyalar MoySkladni ishlatsa bo'ladi. Bu ERP ga rostdan ham yaqinroq programma desa bo'ladi, chunki siz bu yerda moliyani ham boshqarsangiz bo'ladi, ishlab chiqarishni ham boshqarsangiz bo'ladi, savdoni ham boshqarsangiz bo'ladi skladlar bilan. Kichkina va o'rta biznes uchun to'g'ri keladigan programma desak bo'ladi. Dizayni bo'yicha lekin zo'r emas. 3 yulduzdan давайте 2 ta bera qolaylik. Funksiyalar bo'yicha juda ham yaxshi, 3 yulduz bersa bo'ladi. Osonlik bo'yicha 1 yoki 2 yulduz men bergan bo'lardim. Chunki MoySkladni o'rganish, AMA CRMni o'rganishda unchalik oson emas.
funksiyalar ko'proq va shu dizayni, interfeysini zamonaviy qilib berishmaganda. Bitta ochib ko'rsangiz tushunasiz. Sal yaxshiroq qilsa bo'lardi. Narx bo'yicha zo'r. Men 3 yulduz bergan bo'lardim. Misol uchun 3-4 ming, 5 ming dollarga mo'ysqatni qo'yib beradigan kompaniyalar ko'p. Kimgadir qimmat tuyulishi mumkin, lekin kechirasiz-ku, siz AMSRMni o'zini 1000-2 ming dollarga qo'yayotgan bo'lsangiz, bu yerda siz to'liq ERP tizimni 4-5 ming qo'ydirsangiz, bu juda ham arzon. Daraja esa kichkina shu o'rta biznes aytganimdek ko'proq to'g'ri keladi. ERPlarni orasidan eng arzoni mana shu mo'ysqat bo'lsa kerak. Men buni to'liq ERP deya olmayman, chunki meni fikrim bo'yicha to'liq ERPda barcha bo'limlar tizimlash kerak. Bu yerda yaxshi dashbordlari yo'q. Bu yerda messenger yo'q. Bu yerda siz oddiy mana bepul Notion'da bo'lgan task managerlarni bu yerda qila olmaysiz. CRM yo'q. Bu yerda lead generatsiyani ula olmaysiz. Qani HR bo'limlarini boshqara olmaysiz. Mana shunaqa ko'p kamchiliklari bor. Ishlab chiqarish yoki skladi bor, faqat shuni tizimlashtirmoqchi bo'lgan kompaniyalar ko'proq to'g'ri keladi deb aytsak bo'ladi. Lekin aytganimdek o'rta biznesga ham to'g'ri keladi. Umumiy qilib aytganda menga mo'ysqat yoqadi va haligacha ko'p kompaniyalar katta bo'lsa ham faqat mo'ysqatdan foydalanadi. Keyingi bizning programmamiz 1S. O'zbekiston o'sha mustaqillikka erishgandan keyin programmalarni Rossiyada olganmiz. Rossiyada esa eng mashhur bo'lgan o'sha payt 1S edi. Ko'p tizimlarimiz shu 1S ga moslashgan bo'lgan va haligacha ko'p kompaniyalar 1S ishlatadi. Hozir men 1S deganda, albatta men buxgalteriya uchun ishlatiladigan 1Sni aytmayapman, chunki buxgalteriya uchun haligacha u nomer 1 yomondan deb ayta olmayman, chunki zo'r tushgan O'zbekiston shu soliq sistemasiga, shu dedokslarga ulangan, shot fakturalarga ulangan sistema yagona menimcha bu 1S bo'lsa kerak, lekin keling 1S ERP tizimlarini ko'rib chiqsak. Eng qizig'i, kompaniyasi haqida gapiradigan bo'lsak, boshida aytgan AMSRM hamda Bittrex kompaniyasining egasi 1S milliardning holding bo'lganligi uchun, o'zi innovatsiya qila olmayotganligi uchun, o'sha innovatsiya qilib yurgan boshqa kompaniyalarni sotib olishadi. 1S ERP bor, ular shu qadar kod yozishadi, qadar konstruksiya sifatida terib chiqishadi, sizni kompaniyangizga ERP yasab berishadi. O'shani men bugun baholayman, chunki siz ERP qo'ymoqchi bo'lsangiz, katta ehtimol 1S keyin duch kelishingiz mumkin. E'lonlari ko'p kompaniyalar aynan o'sha 1S vendreniya bilan shug'ullanadi. Dizayn bo'yicha bir qo'yamiz. Dizaynni bir ochib ko'rsanglar, sirazu tushunasizlar. Funksiyalar bo'yicha yomon emas, 3 qo'ysa bo'ladi menimcha. 2 yoki 3. Funksiyalar juda ham ko'p. Osonlik bo'yicha ham men bir qo'ygan bo'lardim, chunki 20 yil oldin kimdir programma yozsa ham xuddi shunaqa dizayn qilgan bo'lardi. Bu meni shaxsiy fikrim. Dizaynni men zo'r deb ayta olmayman. Xo'p, narxi bo'yicha yomon emas, 2 yulduz qo'ysak bo'ladi. Qimmat emas, lekin arzon emas. Shu dasturlasangiz 10 ming dollarlarga menimcha bitta 1S ERP o'ziga yasab olsangiz kerak. Daraja mana shu qiziq holat. Bu yerda menimcha kichkina bizneslar 1S ERP qo'ydirmasa kerak, o'rta va katta biznes desak bo'ladi. Retailda bu zo'r ishlaydi. Men misol uchun 50-60 ta kiyim do'koniga ega bo'lgan kompaniya 1Sni ishlatayotganini ko'rganman. 100 ta filiali bor kompaniya 1S ishlatayotganini ko'rganman. Keyin 2-3 ta filiali bor kompaniyalarni ham 1S ishlatayotganini ko'rganman. Retail uchun yaxshi yechimni qilishgan. Lekin buni nomi ERP ko'p narsani qilsa bo'ladi. Mo'ysqatga nisbatan ko'ra bu yerda ko'proq narsa qilsa bo'ladi, lekin baribir to'liq ERP deyishga odam sal tortinadi, chunki ko'p yechimlari ichida yetarli emas. Misol uchun CRM, o'sha task manager qila olmaysiz, o'sha Notion deb bor narsalar. Ichida messengeri yo'q. Zamonaviy qanaqadir kerak bo'lgan funksiyalar yo'q-da. Misol uchun Instagramdan sizga lead tushyapti-da, qanaqa qilib 1Sga uni bog'laysiz? Balki yechimlar bordir, lekin men mutaxassislardan so'rasam, bunaqa yechimlar yo'q deyishyapti. 1Sni aniq tiniq o'sha eskicha, lekin provereni ishlaydigan yechim kerak degan odamni o'sha qo'ysa bo'ladi. Zamonaviylik bo'yicha lekin 1S ancha orqada qolib ketgan, chunki u juda ham boy, Rossiyada menimcha eng boy IT kompaniya bo'lsa kerak. Hozir ular innovatsiya qila olmayotganligi uchun boshqa shu innovatsiya qilayotgan kompaniyalar sotib olishyapti. Xo'p, bizning keyingi programmamiz bu SAP. SAPni 2 xili bor. Business One bor, keyin rostagazim SAP bor, katta SAP. O'sha Business One ko'rib chiqqanimiz yaxshiroq bo'lsa kerak, chunki katta SAP juda mega katta korporatsiyalar uchun va u yerda chek minimal $1 million dan boshlanadi. Uni sirasi darajasini aytib qo'ying. Kichkina o'rta katta biznes, ya'ni mega katta bizneslarga to'g'ri keladi desa, yaxshiroq tushunarliroq menimcha bo'lsa kerak. O'shaning uchun keling Business One ko'rib chiqamiz. O'zbekistonda ancha yildan beri bor. Kompaniyani asosiy rasmiy dilleri ichlari bo'yicha bir 70 ta kompaniya hozir ishlatadi O'zbekistonda aktiv. Bilmadim qanchalik to'g'ri, o'sha asosiy rasmiy dilleri shunaqa deganligi uchun uni aytayapman. Juda katta mega korporatsiya o'zi SAP. Sal yaxshiroq dizayn qilsak bo'lardi. Gigant bo'lganligi uchun, 30-40 yildan beri bozorda borligi uchun dizaynni zo'r qilishmagan, ustida ishlashmagan. Menimcha birinchi navbatda ular xavfsizlik ustida ko'proq o'ylagandir. O'sha nadyorniy programma qilmoqchi bo'lgandir. Funksiyalar jihatidan zo'r 3 yulduz bersak bo'ladi. Funksiya jihati hamma narsa bor. Xo'p, osonlik bo'yicha bu yerda endi do'stlar 1 yulduz bersam to'g'riroq bo'ladi. O'zi bu konstruktor uni tez yasab chiqsa bo'ladi va kodda yoziladigan joylari ham bor. Boshqa o'zini analikalariga nisbatan u odatda ko'proq vaqt olyapti, joriy qilishda. Undan tashqari xodimlarni o'rgatishda ham
ko'proq u vaqt olyapti. Osonlik bo'yicha shu bir yulduz bersak, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Agar buni solishtiradigan bo'lsak, hamma CRMga bu ancha qiyinroq xodimlarni o'rgatish, chunki bu yerda ichida funksiyalar ko'p. Narx bo'yicha bir yulduz bildiramiz. Sababi $75 bitta user uchun meni fikrim bo'yicha bu juda qimmat. Qanaqa ma'noda? 10 ta user bo'lsa, $750 oyga to'layapsiz-da, yiliga $9000 bo'lyapti. Bu ko'p-da, misol uchun 100 ta odam bo'lsa, oyga 7,5 ming, yiliga esa $90,000 to'laydigan bo'lasizmi? Sal qimmatroq. Keyin joriy qilish narxlari ham o'rtacha 2 barobar, 3 barobar qimmatroqga tushyapti. Daraja kichkina biznesga aniq hisob to'g'ri kelmaydi, chunki narxlari qimmatroq. O'rta va katta biznesga bo'ladi, o'sha biznesmanning o'zini. Xo'p, bu o'zi to'liq ERPmi degan savol bersangiz bo'ladi. To'liq ERP deyishga meni tilim tortmaydi. Sababi bu yerda ba'zi bir o'sha zamonaviy kerak bo'lgan bo'limlarga o'sha tizimlashtirilgan yechimlar yo'q. Xuddi o'sha 1S'dagi va Mo'skladagi masalalar bu yerda juda ko'p. Xodimlarning uchetini yurg'iza olmaysiz, KPI'lar qila olmaysiz, CRM qo'ya olmaysiz, task manager yo'q, mana shu Notion'dagi oddiy bor funksiyalar bu yerda project management yo'q va hokazo. Shuning uchun men katta baho bermagan bo'lardim. Bu lekin ishlab chiqarishga, retailga, skladlarga zo'r yechim. SAPni qachon qo'ydirgan yaxshi? SAP sizni kompaniyangizni kapitalizatsiyasini ancha oshirib beradi. Agar siz ertaga biznesingizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki xalqaro bozorga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, investitsiya jalb qilmoqchi bo'lsangiz, dunyoda eng ishonchli programma SAP. Ya'ni aksariyat SAPga ishonadi, chunki eng katta o'sha ERP programmani обеспечение qilib beradigan kompaniyalar orasida eng boyi SAP. Shu nemetskiy bo'lganligi uchun, hamma ishonganligi uchun SAPni olishadi. Men shu sababli SAPni qo'yishingiz kerak deb o'ylayman. Agar siz rostdan, misol uchun, korzinka qo'ygan SAP, buni hamma bilsa kerak. Aniq sababini albatta men ulardan so'ramaganman, lekin meni fikrim bo'yicha ular xalqaro bozorga chiqayotganida o'sha Yevropa rivojlanish bankidan olishgan. Undan tashqari bir fonddan yana pul olishdi. SAP borlik bu juda ham katta yutuqda. Hamma o'sha raqamlarga keyin ishonishni boshlaydi. Keyingi bizning programmamiz, programma demaymiz, programmalar deymiz va men aniq nomlarni aytkim kelmayapti, chunki bu yerda sal yoqmaydigan balki fikr aytilar, o'sha kompaniya egalari ko'rgan bo'lsa, mana shu joydan ko'rib turgan bo'lsa, yoqmasligi mumkin. Bu O'zbekistonda chiqayotgan hozir yangi ERP tizimlar. Biza o'sha 2-3 tasi bilan o'zimiz ishlab ko'rdik va o'sha ERP tizimlarni qilayotgan kompaniyalardan xodimlar ham bizga kelib ishlashyapti. Men bir narsani ayta olaman, zo'r ITda bizda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Zo'r bizneslar ketyapti. Dizayn taraflama zo'r, osonlik taraflama yaxshilab chiqilyapti. Narx taraflama juda ham arzon. Daraja taraflama kichkina biznesga zo'r to'g'ri keladigan aniqlik qilyapti, lekin funksiya jihatidan rostdan mana eng pasti bir bo'lsa, bu yerga bitta ham yulduzdan bergisi kelmaydi odam. Juda ham kam funksiyali ERP tizimlar ko'p chiqib ketyapti O'zbekistonda. Bu bilan nima demoqchiman? O'zbekistonda hozir misol uchun ochsangiz bir 5-10 ta yangi ERPlar chiqqan, retail uchun qilinyapti. Aytaylik, to'liq ishlab chiqarish uchun qilib beramiz. Bu biznes ERP, bu barcha bo'limlaringizni boshqara olasiz deb olib chiqishyapti. Hozir startaplar juda ham zo'r keng rivojlanib kelyapti O'zbekistonda, lekin bunga aldanib qolmaylik. Bu kichkina bizneslarga zo'r to'g'ri keladi, lekin biznesingiz sal kattalashgan sari ko'p funksiyalar yetmaslikni boshlaydi. Agar hozirda byudjet yo'q bo'lsa, bo'ldi. Men sizga tavsiya qilaman o'sha programmalarni. Programmani qo'ysangiz bo'ladi, lekin bir narsani biling, O'zbekistonda hozir ishlab chiqarilayotgan barcha IT yechimlar ular vaqtinchalik. Sal o'sganingizdan keyin, misol uchun, hozir 4 ta 5 ta xodimsizmi, bo'ldi, yetib turibdi. Misol uchun 10 ta 15 ta 20 ta xodimingiz bo'ldi, bo'limlaringiz ko'paydi, tushum sal ko'paydi, aytaylik $5,000 sof foyda qilishni boshlaysiz oyiga, u qarasangiz bo'g'ib qo'yayotgan bo'ladi bu tizim va boshqa tizimga o'tsangiz yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun O'zbekistondagi hozir ishlab chiqarilayotgan IT programmalar bu faqat boshlang'ich etapga yaxshi bo'lyapti. Bu ketishda, lekin men bitta narsaga aniq ishonaman, ertaga yaxshi IT yechim chiqadi, menimcha, lekin hali chiqmadi. Nega chiqmadi deyishingiz ham mumkin. Men bir surishtirib ko'rdim. Konstruktor sifatida bitta zo'r ERP qilish uchun GPTdan so'rab ko'rsam, 150 million, $200 million pul ketar ekan. Buncha pulni menimcha hozirchalik tikadigan investor yo'qdir, bunaqa kompaniya yo'qdir. Shuning uchun bu oqlanmasa ham kerak O'zbekiston bozorida. 9-chi bizning reytingimizda O'zbekistonda yaxshi ishlab chiqayotgan programmalar bo'lsin, lekin bularni nega farqlab qo'ydik? Undan oldin biz ERP tizimlarini gapirgan bo'lsangiz, 8-chi o'sha o'rinda. Hozir esa biz ERP bo'lmagan, ya'ni lekin o'zini sohasiga zo'r to'g'ri keladigan, retailga to'g'ri keladigan programmalar aytib ketsak bo'ladi. Misol uchun bu Bills va Linko bo'lsin. Bular chakana savdoga zo'r to'g'ri keladi. Ya'ni sizda do'koningiz bo'lsa, produktoviy do'konmi, kiyim do'konmi, bu zo'r yechimlar va ko'p narsani mana shunda hal qila olasiz. Dizaynga 3 bersak bo'ladi, 3 ta yulduz. Funksiyalarga 2 ta yulduz bersak bo'ladi. Osonlik jihatdan 3 ta yulduz bersak bo'ladi. Narx jihatdan 3 yulduz bersak juda ham arzon. Daraja keladigan bo'lsa, bu kichkina va o'rta biznes desak bo'ladi. Nega buni men ERP demayapman? Sababi bu yerda boshqa funksiyalar juda ham kam. Misol uchun custom narsalar qila olmaysiz. Bu tayyor yechimlar, lekin siz o'zingiz uchun nimadir yasab, to'g'rilab, aniqlik qilib tasha olmaysiz. Shuning uchun bu katta bizneslarga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Va bizning yakuniy 10-chi programmamiz bu Odoo.
ko'pchilik bu haqida hozir eshitgan bo'lsa kerak, chunki O'zbekistonda bu keng tarqalyapti. Buni baholaydigan bo'lsak, dizayn bo'yicha 3. ERPlar orasida eng zo'r interfeysli ERP menimcha, xalqaro ERPlar orasida. Funksiyal jihati 3 ta yulduz, hamma narsa bor, xohlagan narsangiz bor. Osonlik jihati 2 yoki 3. O'zi istalgan ERP juda oson bo'lmaydi joriy qilishda. Yoki xodimlar o'rgatish yoki ichida funksiyalar ko'p bo'ladi. Lekin boshqa programmalarga shunchaki solishtiradigan bo'lsa, bu 2 yulduz. Chunki sal qiyinroq ERP bo'lgani uchun. Lekin boshqa ERPlarga solishtiradigan bo'lsa 3 ta yulduz osonlik bo'yicha, chunki ichlari juda sodda tuzilgan, konstruktor bo'lganligi uchun hamma narsani tez joriy qilsa bo'ladi va kodda ham uncha ko'p narsa yozish kerak emas. Narxi bo'yicha 2 yulduz bersam ham to'g'riroq bo'ladi. 3 yulduz demaymiz, chunki bunaqa arzon emas, lekin 1 yulduzdan demaymiz, chunki boshqa ERPlarga nisbatan arzonroq. Misol uchun, user narxi o'sha AMSRMda qanaqa bo'lsa, bu yerda ham bitta userga shunaqa narx to'lanadi. Joriy qilish narxi sal lekin qimmatroq bo'ladi, lekin shunda ham buni joriy qilish narxi SAPlarga nisbatan arzonroq. O'zi любой darajadagi kompaniya to'g'ri keladi. Kichkina, o'rta va katta biznes. Kichkina biznesda ham misol uchun men endi ochilgan hali bitta ham savdosi yo'q kompaniya aytmayapman. Men misol uchun qanaqadir savdo qilib bitta, lekin savdosi kichkinaroq bo'lsa, baribir to'g'ri kelaveradi. Udu bu полноценный ERP. Hozirgi aytgan barcha programmalarimizdan ko'ra eng ko'p o'ziga funksiya qo'shgan Odoo. Siz HR tam KPI'larni, CRM'larni boshqara olmaysiz undan oldingi ERP'larda. Lekin Odoo'da mana shu narsa bor. O'sha MoySclat'ning ichiga hamma funksiyalari ichida bor. AMSRMda hamma funksiyalari bor. Bitrix'ni, Notion'ni va hokazo. Va eng qimmat ERP ham emas bu. Ya'ni narx adekvat funksiyalar jihatidan, lekin hamma narsa ichida bor. Endi videoni boshida men sizga aytgan eng zo'r programmani bepulga ishlatishingiz mumkin degan edim, esingizda bo'lsa, va oxirida mana eng zo'r to'g'ri keladigan o'rta biznes uchun va katta biznes uchun programma bu Odoo deb aytdim. Odooni mutlaqo bepulga ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Bizani dasturchilarimiz sizni o'sha biznes prosesslaringizdan kelib chiqib, o'sha Odooni yasab berishadi va sizni o'zingiz biznesingizga qo'llab ko'rasiz. Ya'ni sotuv bo'lsa qanaqa qilib kiritasiz, qayerda nima qilasiz, qanaqa qilib xodimlarning oyligini hisoblaysiz va hokazo. Mana shuni biz sizga yasab berishga tayyormiz. Hammasi mutlaqo bepul. Oldin bunaqa narsalar qilmasdik. Uning uchun faqat bitta shart bo'ladi. O'sha havolaga bosib, arizani to'ldirishingiz kerak. Bizani qisqacha filtrimizdan o'tishingiz kerak. O'sha filtrdan o'tgan tadbirkorlarga biz Odooni bepulga qilib beramiz. Agar Odoo nimaligini bilmasangiz, lekin hozir qiziqtira olgan bo'lsam, unda Odoo bo'yicha alohida bizdan dars tayyorlaganmiz. Unga kirsangiz bo'ladi. Mana qat'iy mashqqa qoldiramiz. O'sha yarim soat ichida Odoo qanaqa ishlaydi, ichida o'sha interfeysini ochib ko'rsatib, hammasini men tushuntirib berganman. Ya'ni vizualni tushunib olasiz qanaqa programmaligini. Videoni ko'rganingiz uchun sizga rahmat. Albatta bu barcha fikrlar meni subyektiv fikrlarim, meni mana shu sohada kelib ishlab chiqqan o'sha subyektiv tajribamdan kelib chiqqan fikrlar. Siz esa nima deb o'ylaysiz? Qaysi programma siz uchun eng zo'r va qaysi programmani siz o'zingiz birovlarga ishlatishga tavsiya qilgan bo'lardingiz? Sog' bo'ling.